Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 51-hudud har doim sirlar bilan o'ralgan. Ko'pchilik bu joyni o'zga sayyoraliklar va maxfiy qurollar tajribasi bilan bog'laydi. Ammo uning haqiqiy maqsadi hali ham ko'pchilikka noma'lum. 51-hudud Nevada cho'lida joylashgan bu harbiy baza shunchalik sirli ediki, AQSh hukumati uzoq vaqt davomida uning mavjudligini inkor qiladi. Ko'plab guvohlar u yerda noodatiy uchar obyektlar va g'alati hodisalarni kuzatganini aytishgan. Ammo o'zga sayyoraliklar yoki yadroviy qurollar bu joyning eng qorong'i sirimi. Bazaga yaqin joyda ishlagan ba'zi xodimlar mutlaqo noqulay bo'lgan sharoitlar haqida gapirib berishgan. Ularning ba'zilari maxfiy kimyoviy moddalar bilan ishlash oqibatida sog'liq muammolariga duch kelgan. Ammo bu ommaviy axborot vositalarida qamrab olinmagan va buning ortida katta yashirin kuchlar turgan bo'lishi mumkin. Ammo bu faqat bir qismini ochadi. 51-hududdan ham yirikroq bo'lgan va yer ostida joylashgan boshqa maxfiy joy bor. Dulce bazasi. U yerdagi tafsilotlar hali ham ko'pchilik uchun jumboq. To'liq tafsilotlar